Hammasi o'sha kuni boshlandi. 1998-yil 20-aprel. O'sha kuni men dadam bilan gaplashib o'tirgan edim. Birdaniga oyim kelib qoldi. Oyimning aytishicha, uni ko'chada qanaqadir aqldan ozgan odamlar quvlagan emish. Biz esa ularni prank qilyapti deb o'ylagan edik. Va dadam tashqarini tekshirish uchun qo'liga pichoqni olib ko'chaga chiqib ketdi. Dadam ham oyimning gapini rostligini va unga ham maxluqlar hujum qilganini aytdi. Ular odam emas, dedi bizga dadam. Bir kuni Jon amaki hamda dadam bir-birlari bilan qandaydir suhbatda bahslashdi. Nimalarnidir deya bir-biriga gapirishdi. Dadam menga bo'lgan ishlarni bilintirmaslikka harakat qilardi, lekin menga hammasi oydin edi. Men esa ularni derazadan bir chekkada qarab ko'rib turardim. Oradan oylar o'tdi. Oyim esa betob bo'lib qolgan, menga esa turli xil gaplarni va do'kon qayerdaligini aytib berib turardi, hamda ehtiyot bo'lishimni mendan iltimos qilib so'rardi. Ertasi kuni esa menga qandaydir xat tashlab ketibdi. O'ylab qarasam, kasal bo'lgan odam o'rnidan turib qanday ketishi mumkin dedim va bu nimaligini bildim. Uni o'qib ko'rsam, u yerda Bolam, o'zingni asra. deb yozilgan edi bu xatda. Men juda ham qattiq afsuslandim va qo'rqib ketdim. Nahotki bu meni onam, deya o'zim gapirdim. Yig'laganimdan ko'chaga qanday qilib chiqqanimni ham bilmay qoldim. Keyin esa bir-birini tishlagan zombilar men tomon kelardi. Dadam o'zini xonasida saqlab yurgan qurollar bor edi. Men o'sha qurollarni olib tashqariga chiqishga otlandim. Hozir yorug' edi. Yorug'da esa zombilar bo'lmaydi, chunki zombilar faqatgina kechki payt chiqishardi. Chunki ular yorug'da yonib ketishar va kuyib ketishardi. Keyin men do'konga ketdim. Do'konda esa o'zimga kerak bo'ladigan loviya hamda boshqacha narsalar olish uchun yo'lga chiqqandim. Do'kon, 141-uy. Hamda men o'zimga kerakli narsalarni olish uchun do'konning ichiga kirdim. Do'konda ko'p narsalar bo'm-bo'sh edi. Men narsa olishni bilmadim va orqa tarafga o'tdim. Orqa tarafida esa qandaydir osilib turgan zombi turardi. Men esa o'zimga kerakli narsalarni istardim va u menga tikilib turardi va men qo'rqqanimdan qochib ketdim. Lekin u oyog'imni yaraladi va men blok qo'yib qochib ketishga urindim. Keyinchalik u do'konga kirmaydigan bo'ldim. Qo'limga esa miltiqni olib uy tomonga ketdim.